Voy dadam, mana qovunlar shirinligini. Voy dali. Dadam bitta qovun amring desa qovun yegim kelyapti-da. Bacham, ana sherim keling, haymi? Bir urama tamom bo'lsa hozir. Maynamga chiqma-ku, hay. 5-6 yildagi akayni to'y qilamiz, ana o'sha to'yda yeysan qovun. Hozir to'yga pul yig'ishimiz kerak, hay. Dadam, mana birinchi oyligimni ham oldim, katta akamni ham uylantirdik. Agar iloji bo'lsa xo'p desangiz, mana shu puldan ikkitaginasini olib, bir donagina qovun yesam maylimi, dada? Rosa yegim kelyapti-da. Yomon bir teshik tomon bola bo'lding. Hey, katta akangni uylantirgan bo'lsak, kichkina akangni ham uylantirishimiz kerak-ku. 6 yil ana-mana degancha kelib qoladi. Bilib yo'qol. Men. Dadam, men keldim. O'g'lim. Jon dadam, mehribon dadam. Dadam, mana 5 yil Rossiyada ishlab keldim. Shuncha pul jo'natdim. Katta akamga katta to'y qildik, kichkina akamga undan ham katta to'y qildik. Endi iltimos, bir donagina qovunga pul bering, bitta qovun yeyin, dada. Sen bacha bir qavunga to'ymading-da. Sen bo'llik